Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Men ko'rib turganlaringdek bu 10 mingtalik mashinani yuklab chiqib ketyapti. Bunisi esa 5 mingtalik. Bunisi Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga ketyapti, bunisi Oltiariqqa. Hozir ichkarida holatlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Qishlarimizda razmerlar standart holatda 12-25. Narxlari o'ta arzon narxlarda. Raylar nima deyapti? 730 so'mdan bog'lab pishgan ishlari. Qaynoq joydan mana. Bundan ichidagi holati ko'rib turganlaringda sap-sariq holatda chiqyapti. Bu tarafda qon terish jarayonlari. Ishlarimizda xudo xolasa sho'rlamaslik darajasi yuqori. Mana ko'rib turganlaringda sho'rlashgani, o'rgan joylari. Eng qiziq narsasi bu yerlarda adir yo'q, shuncha sho'rlagani yo'q. Yoshlar. Hozir eng qiziq narsani ko'rsataman. Xudo xolasa bu ishlarimiz Toshkentga ham chiqib ketishni boshladi. Bu xomg'ishlar jarayonlari ochiqda turibdi. Yana bittasi nimada pishadi deganlarga ishlarimiz ko'mirda pishadi mana. Bular qirg'iz ko'mir. Mana xumlarda tepasi. Mana qaranglar. Toshkentga ham yuk chiqarishni xudo xolasa boshlandi. 10 mingta, 9 mingta farqi yo'q. Olib borilyapti. Ko'rib turganlaringda hozir 10 mingta G'azalkentga yuklanyapti. Hozirgi kunda bitta xumdonimizda remont sababli o'chirdik. Mana bunday holatda tushib ketib qoldi. Pishgandan keyin ana shunaqa holati. Bo'lsa sariq holatda o'ta mustahkamdan bo'ladi. Nima deyapti o'sha? Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beraveramiz. Xomishlarimizni narxlari 350 so'mdan, pishgan ishlar narxlari 730 so'mdan.